Sevnur, uydagilarga hayitlikka nima sovg'a olishni bilmayapman. Tushunmadim. O'zing bilan o'zing gaplashyapsanmi hozir? Hazillashmagan. O'zi bu oy ishxonada KPI to'ldirmadim. Premiya ham chiqmagan. Pul kamroq. Lekin uydagilarga baribir hayitlikka nimadir olishim kerak-da. Ichki ovozingga murojaat qiladigan bo'lib qopsanmi? Voy, pul muammo emas-ku, Sevnur. Voy, yana bittasi paydo bo'ldi. Nima demoqchisan shunda? Jonginam, axir biz texnomartdamizku. Bu yerda 28-dan 31-martgacha texnika tozalash ishlari bo'lib o'tadi. Qanaqa tozalash? Voy, texnikalarni vitrinada tozalash. Shuning uchun ham maxsus pasaytirilgan narx amal qiladi. Boshlang'ich to'lov yo'q, 24 oy muddatgacha olib mazza qilib to'laverasan. Vau, gap yo'liga sandan zo'r maslahat chiqargan. Nima? Bu hamma sani o'zing-ku. Nima? Saningcha men mana shunaqa jin-jin bo'lib qolmanmi? Men точно jinni bo'lib qolaman.